Assalomu alaykum. Men vrach-nevrolog doktor Imron Mehdi. Hozirgi kunda igloterapiya yordamida qator kasalliklarni davolashga harakat qilib kelayotgan shifokorman. Sizlar bilan bugun bosh og'rig'i va uning turlari haqida suhbatlashishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Umumjahon Sog'liqni saqlash tashkilotlarining bergan xabarlariga qaraganda, bugun 300 dan ortiq kasallik faqat bosh og'rig'i bilan bog'liq ekan. Ammo sizlarga yetkazmoqchi bo'lganim, ana shu kasalliklarning ko'pi igloterapiya yordamida juda ham oson davolanadi. Har bir bosh og'rig'ining o'z sababi bor va davolash aynan ana shu sababga bog'liq. Bosh og'rig'i hali tashxis emas, bu alomat. Shu alomat turli mexanizmlar tufayli paydo bo'ladi. Shuning uchun bemorni davolashda hamisha individual yondashuv kerak. Zo'riqish bosh og'rig'i eng ko'p uchraydigan turi. Bunda bosh atrofi xuddi halqa bilan siqilgandek his qilinadi. Og'riq ikki tomonlama, zeriktiruvchi va tunda kuchayadi. Sababi stress, charchoq va bo'yin mushaklarining zo'riqishidir. Bo'yin bilan bog'liq bosh og'rig'i. Og'riq bo'yin qismidan boshlanib, ensa va chakkaga tarqaladi. Asosiy muammo bo'yin qismida bo'ladi, ammo bemor faqat boshni davolashga harakat qiladi. Migren bir tomonlama pulsatsiya qiluvchi kuchli og'riq. Ko'ngil aynishi, yorug'likka, shovqinga sezgirlik bilan ketishi mumkin. Bu neyrososudistik jarayon, ammo uni igloterapiya bilan nazorat qilsa bo'ladi. Agar bosh og'rig'i to'satdan kuchli boshlansa, nutq buzilishi yoki hushdan ketish bilan kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish lozim. Igloterapiya yordamida mushaklar spazmasi bartaraf qilinadi, qon aylanishi yaxshilanadi, surunkali og'riqlar kamayadi va asab tizimi muvozanatga qaytariladi. Og'riqni yashirmang. Sababini aniqlang va to'g'ri muolaja qiling. Sog'lom hayot sari ishonchli qadam Imron Shifo Nur reabilitatsiya va igloterapiya markazi.